joyda sen o'ylab gapir. O'zgalar yana bir nafas navbat berib tinglab gapir. O'zgalar yana bir nafas navbat berib tinglab gapir. Toshga suv yuqmas kebiye, yuqmaydi nodonlarga yeyab. Toshga suv yuqmas kebiye, yuqmaydi nodonlarga yeyab. Sizni qadriga yetuvchi odamni saqlab gapir. Sizni qadriga yetuvchi odamni saqlab gapir. Yoldan adam uçlasa, ben balım eyle kulağım. Yoldan uzyan uçlasa, derrov barıp eyle kulağım. Yolunu körsetip, her bir sağlaylab gapir. Doğru yolunu körsetip, her bir sağlaylab gapir. Damat, to'g'ri aytibman, damat. Ali akli rasa bulsan oğlanmay yapır. Ey Ali akli rasa bulsan oğlanmay yapır. Hoşnama bülbül kebi her şahaya konmay yapır. Hoşnama bülbül kebi her şahaya konmay yapır. Yaşan Bachalarimizga qisqa tajib ketdik. Ha. Hozir. Biletimizni gid xizmati bilan Popon Mahmud Mingillik masjidini pulini qo'yib oldik. Mana bu qasam pulini to'xtatib turibdi, boshqa shakka to'lanadi. Mehmonlar, qala ikkita qismdan iborat, icham qala deb gapiriladi, ichkari shahar. Eni 400, bo'yi 650 metr bo'lib, jami 26 gektar qarovra bo'lgan. Dunyoni 4 tomoniga qarata 4 ta darvoza qurilgan. Kirib kelgan darvozaga pastda orqa darvoza deyiladi, g'arbiy. Xivada revolyutsiyadan oldin 64 ta madrasa, 92 ta masjid, 120 ta qo'rg'on, 14 ta minora qurilgan. Samarqand Buxorodan farqi bizlarda hammasi bir joyda joylashgan. Shuning uchun ham Xiva arxitektura yodgorligi bo'yicha O'zbekistonda 1-o'rinda, dunyo bo'yicha 8-o'rinda turadi. Xivada xonlik 1511-yilda boshlanib 1920. Yaxshi ham kuni qara. Mehmonlar, madrasalarda 21 yilgacha o'qitilgan, dunyoni hamma joydan kelib o'qiganlar, diniy va dunyoviy ilmlar berilgan. Kelib o'qiganlarning ichida eng kuchli deb tan olingani bu turkman shoir Mahmudqulov bo'ladi. Madrasani 309 ta kirib ketadi. O'zini davrini ham, kelajakni ham yozib ketadi. Mahmudqulovdan so'raganlar, o'zingizni davringizda ham kelajakni ham yozdingiz. Endi kelajakdagilar nimani yozadi desa,
Aylanib olay, keyin olamiz. Qaytasiz uloqib ketsa. Hadi. Quduqning ichini ko'rsatib qo'yingmi bor ekan? Jizzax kelingizlar. Shimoliy eshitamiz. Pahlavon Mahmud maqbaralariga ziyoratga keldik. Pahlavon Mahmudda 3 ta kasb qo'ygan. Ota kasbi birinchi postindoz, postin tikkan. Pahlavon Mahmudning o'zining qabri bor. Eshikning tepasida o'g'illari sotib yozilgan. 300 ko'pi tofli kelida tuymoq, dil qondim yirmoq, halakka bo'yoq. Yoying titrasi zulmoq yo'qmoq, noxon yosmoqning kira yashqoq. Ya'ni bu bilan bir gapga tushunmaydi. Ağzım şöyle bitti. Ardındaki yaştan oldunuz mu? He, rahmat rahmat. O'zlaringizdan qanday charchamaysizlarmi? He, oshnam doim orqada qolib yuradi. Oyoq og'riydi, Hozir. Ko'p shoshmaylar, bunda hozir videoga olib qo'ying. Ya oğlum ha, git şunu. Ana bitti, bitti kadın. İşte sen bilemem. Bir dakika, ötümüzde ne? Varız ki buna çilek. Aha. Teşekkür ederim. Qaysiga qayerda tushasizda? Yo'q, hali Buxoroda mana mana yerdan olsa bo'lar ekan. O'zimiz nega turishimiz kerak bizlar? Hey! Hey, shu yerda turingizlar, shu yoqda turaveringizlar. Sal bu yoqdan turingizlar, bu yoq. Ana shundan, ana o'sha ko'ryapsiz. Yaqinroqmi? Qayerda?
qo'ying yaroqda. Cappellino. Shu madrasada Mir Arab madrasasida bobom rahmatlik o'qigan. 10-20-yillar atrofida. Mana shu madrasada o'qiganlar. Assalomu alaykum. Mana bu Kalon masjidi, mana minora-i Kalon. Hozir Amir Olimxonda madrasasi. Uzaklaşın bir yere orta küçük. Ana şöyle bir yere. Minora-i Kalon. Mana bu Kalon masjidi. Mana bu Sharob bobom o'qigan Mir Arab madrasasi. Mir Arab madrasasi. Madrasa. Bobom o'qigan madrasa Mir Arab madrasasi. Mana shu yerdan kirib, shu yerda yotib, shu yerda yashab, shu yerda o'qiganlar. Hacı bak, hacı gel. Hadi. Ana. Kuşlar. Ha, gel. Aytayım. Ana. Aytayım. Ha, gapim. Sağ selamat bu yurtimiz tinch bo'lsin. Dasturxonlarga to'kin tashlanib bersin. Farzanddan jonning xonadan hamisha to'yxona bo'lsin. To'ylarga yaxshi kunlar kelaylik. Rahmat. Hamma topgan to'ylarga yaxshi kunlar chiqsin. Shunday bo'lsin. Hammamiz shunday to'kin dasturxon ustida yaxshi o'tiraylik. Allohim. Do'stligimiz abadiy bo'lsin. Yashang. Rahmat. Xush kelibsizlar. Bu kishlarga juda kam dozo qo'shilgan sezilmaydi ham. Faqat gapiradi. Ha. Ha. Abul Qosim. Qo'yib gapiring. Aytdi. Yana ayting. Yana. Videoda qolibdi. Hammamiz aytamiz. Mayli Farimjon. Xonadoningizga sog'lik, salomatlik bo'lsin. Dasturxoningiz hamisha ochiq bo'lsin. Iloyim. Shu nasib bilan birga nevaralarim baxtiga ko'rimish nasib etsin. Rahmat. Bolalaringiz baxtiga sog' salomat bo'lingizlar. Yaxshi kunlaringizda xonadoningizga tashrif buyuraylik. Rahmat. Do'stligimiz abadiy bo'lsin. Borishib kelishib bo'laylik. Xudo xolasa endi yana bir safar. Davramiz kengaygan holda o'tirish nasib etsin. Rahmat. Yashang.
Murojaat 2 oz. Rahmat. Mana juda yaxshi gaplar bo'ldi. Mana shu gaplar hammasi mana shu xonadon uchun do'stimni o'zini umriga umr, yoshiga yosh qo'shilsin. Nasiba bilan birgalikda nevaralar, bolalarni arzog'ida bo'lsin. Bolalarimiz insofini bersin, iqbolini bersin. Hamisha do'stlarim aytganday yaxshilik kunlariga kelaylik. Yurtimiz tinch bo'lsin. Endi do'stim Shukurjon. Hamisha dasturxoningiz ochiq bo'lsin. Rahmat. Yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin. Mana borishli, kelishli bo'lib, oqibatli bo'lingizlar. Hosim keldi haqiqatdan. Rahmatim. Hamisha yaxshi kunlaringizda o'tirib, 50 olib, bo'ldi keyincha. Rahmat. Yashang. Alloh bizga shunday kunlarni nasib etgan ekan, Fardun jon do'stim. Nasib etgan kunimiz tuz nasiblar mana kelib uyingizda xonadoningizda o'tirib, xursand bo'lib, Alloh iloyim shu xonangizga yana bundan keyin yaxshi kunlar, to'ylar nasib etsin. Rahmat, sog' bo'ling. Nevara to'y, kelin to'y nasib etsin sizga. Shu to'yga kelish bizga ham nasib etsin. Rahmat. Ilohim yaxshi kunlarni to'yda nasib kelish nasib etsin bizlarga. Yashang. Rahmatulloh adashingizga. Rahmat. Adashingizda ko'rsataman buni. Ana. Biz ham shu yuqoridagi gaplarga qo'shilamiz. Sen kelmading, rahmat. Sog'lik, salomatlik, xursandchilik bo'lsin. Mana bugun do'stimiz Fahriddinning xonadonida mehmon bo'lib, taom yeb o'tiribmiz. Mana shu kunlarga yetishgani Xudoyim taologa shukr aytamiz. Mana bugun tak Xorazm, Buxoro shunday kelyapmiz, Navoiy mana nasib qilgan ekan. Nasib. Mana shu yerga kelib, shu yerga kelib do'stlar davrasida hammamiz yayrab, ayollarimiz ham bor, umr yo'ldoshlarimiz, nevaralarimiz bor. Shu xonadonda, shu qishloqda, shu haligida yurtda mehmon bo'lib turibmiz. Shundan men juda benihoyat xursandman. Siz oilangiz tinchlik bo'lsin, tinch bo'lsin, xotirjamlik bo'lsin, to'ylaringiz yaxshi kunlarga kiraylik. Hamisha do'stlarimiz omon bo'lsin. Shunday bo'lsin. Endi yo'qotganlarimiz yo'qotdik. Endi Bor ekan. buyog'ini yo'qotmagandan topib olaylik. Topib olaylik. Yo'qotmagandan topib olaylik. Endi direktda yo'llarimiz topolmayapmiz. Yo'qollar endi. Yo'qollar. Yaxshi kunlaringizga kelaylik. Oilangiz o'zini tinch bo'lsin. Qishloqqa o'tkazib telefon qilgan nima? Endi Onur Bey. Ayting. Mayli do'stim, bayram yaxshi istak bildirim oilangizga. Alloh. Hamisha baxtli hayot kechirib yuring, farzandlar qulluq holatini ko'rib yuring. Do'stlarimiz abadiy bo'lsin. Hamisha borishli, kelishli bo'lib yuraylik. Sizga, oilangizga baxt sog'lik tilayman. Rahmat. Xursandchilik bo'lsin, tinchlik bo'lsin hamisha. Hamisha yaxshi kunlarga kelaylik. To'ylar, yaxshi kunlar ishlaylik hamisha. Rahmat. Bundan kengayversin. Rahmat. Sakardan. Gapirdi bitta. Mana. O'rroq. Mana shu yuqorida do'stlarning gapiga qo'shilamiz. Mana shu uyingiz hamisha to'yxona bo'lsin jo'ra. Hamisha mana shu xursandchilik kunlaringizga kelaylik. To'y marakalarda chiqib hammamiz jam bo'lib o'tiraylik. Bundan ham kengroq bo'lib o'tiraylik. Do'stlarimiz bundan ham kengaysin. Hamisha xursandchilik kunlaringiz Aytganingiz. Rahmat. Xushkepsizlar hammalarimiz. Xushkepsizlar. Yefretirida mana serjantni o'zimiz beramiz. Olinglar. Bobolar. Olinglar qan. bo'ldi. Vaqt yo'q. Olinglar. Qani? Oldi.